Akalar ko'rishlari mumkin. Hozirda bizga mana shunday mini motoboylarni yetib keldi akalar. Hozir buni to'liq obzor qilamiz. Sizlar bilan akalarimiz bitta like bosasizlar, obuna bosasizlar va kommentariyga o'tib omad so'zini yozib qo'ying. Masalan, albatta narxlarni bonusi bilan qilib arzon narxlarda qilib beramiz akalar. Ko'rishlari mumkin. Birinchi o'rinda tanishlasha boshlaymiz va birinchi o'rinda pichoqlar akalar almasni 1 metrlik pichoqdan bo'ladi. Qalin pichoqdan uncha-munchaga sinib ketmaydigan pichoq bo'ladi akalar. Keyin balonlari Cherokee balondan qo'yilgan bo'ladi akalar. Bu kamerli balon, 5 kamera emas, kamerli balon bo'ladi. O'zi turgan joyda 360 gradusga aylash xususiyatiga ega akalar. Bu juda yengil bo'ladi. Bitta ko'rilib bursa ham bo'ladi. Mana bu esa nima ukam deydiganlar uchun akalar, bu оборотники, ya'ni mana oldi pichoq tepani bossang tez оборотda yuradi, pastda bossangiz sekin оборотda yuradi. Mana bu esa oldinga orqaga skorost. Bu motobolik o'zini ham tortadi. Sizlar itarib yurmaysizlar akalar. Bu yarimta tortmay zavod bo'ladigan akalar. Vozdixlari ham maslenniy qilib ishlangan mini o'tirish uchun mo'ljallangan jatka bo'ladi akalar. Bu ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda o'zini knopkalari ham bo'ladi. Mana o'nga qo'yib turib, patsoz tortib turib, yarimta tortib yuradi akalar. Benzin orqali ishlaydi. Karovka bilan motorga adden yo'q qo'yiladi akalar. Kimga o'tib shunday mini jatkalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarsizlar. Bizni Farg'ona Marg'ilonda joyimiz. Telefon nomerlar 90 kodi bilan 851 6884 bog'lanib kelasizlar. Bundan tashqari bizda mana shunday mishalkalar va motobloklar, gusenice apparatlarimiz ham mavjud. Gusenice apparatlarimiz keyingi videoda obzor qilib chiqamiz akalar. Bemalol aloqaga chiqarsizlar. Manzilimiz Farg'ona Marg'ilon. Telefon nomerlar 90 kodi bilan 851 6884. Kanalga obuna va like bosib qo'yishni unutmanglar akalar. Anchadan beri video qo'yganimiz yo'q edi akalar, endi video to'xtamaydi kanalingizda. Jonlaring sog' bo'lsin akalar. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Kim qayerdan kuzatishini albatta kommentariyga yozib qo'yasizlar akalar.